Endeki şeyimizde devamlaştırma mızdaq hörmetlik vatandaşım. Jungo Amerikaga hoşamet kıldı mı? 1400 xil import tovarlarga Amerikadan import kılıngan tovarlarga koyulduğan bajni kemeytti. Amerika'da emas, dünyanın her qaysilaridan, joylardan Jungoga import kılıngan 1400 xil, 1400 xil import tovarlarga koyulduğan bajni kemeytti mavzulu xabar. 7. ayının 2. günü Venvet Tor betida ilan kılındı. Xabar mındaq başladı. Amerika'nın Jungo'dan həsilləb tamoyda beceli siyasi 7. ayının 6. günü yolga koyuldu. Jungo növbəti import kılıngan maşinalar koyulduğan bajni ve gündelik mülazimet buyumları qatarlıq 1400 xil import tovarlarga koyulduğan bajni tövelletip yuqorqi siyasetke taqabıl turmoqchi bo'ldi. Gungtung torbeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikaning hasillab tamoyda beji qo'yishiga taqabıl turish uchun import qilingan tovar mallar 25% baj qo'yishni amdilikda 15% baj qo'yishga tushirdi. Jungo Maliya Ministerligi mundaq ko'rsatdi. Tamoyda bejini tushirish tashqi savdo bo'yicha ekibitishning muhim tadbiri. Jungo iqtisadi bilan dunyo iqtisodining munosabatini oshkorlab bergandan boshqa hamda Jungoning ko'p taraflik savdoni qo'llaydiganligini ham ko'rsatib berdi. Yaponiya shirkatlari mundaq hisobladi. Jungo tamoyda bejini tushirgan bo'lsa, Yaponiya tovarlarining Jungoda sotilish yo'llarini davomlashtirdi. Yaponiyaning mashina markalari, mulozimat buyumlari markalarining sotilishiga yaxshi fursat yetib keldi. Markalar tovarga shuni deyotgan gap. Markaning o'zini sotmaydi, tovar markasi bilan tovarni qo'shib sotadi. Yaponiya Fengtian shirkati mundaq ko'rsatdi. Jungoning import qilingan mashinalarga boj qo'yishni tuvallatish obyektlari 13 xil mashinaga berib taqildi. Tamoyda beji tushirilgandan keyin YOL, EX, US qatorliq 10 xil mashina tipining sotilish bahosi o'tir hisob bilan 27 ming yuan xalq puli arzonlagan bo'ladi. O'tir hisob bilan 27 ming yuan xalq puli arzonlagan bo'ladi. Görün, vatandaşım, mesela bir Fengtian maşina Jungo bozorda 70 ming ko'yga sotilib atgan bo'lsa, endi 50 ming yuanga tushadi degan. 50 ming yuanga sotilib atgan bo'lsa, endilikda o 30 ming yuanga tushadi degan gap. Yuqori 27 ming dedi o. 27 ming. Bir mashina ustida 27 ming yuan pul Uyg'urning qo'li kechiranglar. Xitoy fuqarolarining qo'lida qoldi degan. Şu yerda men bir savol qo'yay, hurmatli vatandoshim. Hozir Amerikaning Jungoga tamoyda beji qo'yish, aslab tamoyda beji qo'yishdan iborat bu besimi Amerikaga foydaliqmikan yoki Jungo fuqarolariga foydaliqmikan? Ey vatandoshim, o'ylab ko'ring. Amerikami foydalanish mumkin? Masalan, tovarlarni import qildi, bahosi tushirildi, ko'plab import nima, ko'plab eksport qildi, bironta taq yo'q. Lekin zada foydani kim oldi? Jungo fuqarolari. Bir mashinada Jungo fuqarolar hozir 27 ming yuan iqtisod qildi degan gap. Amerikaning bu siyosati Jungo fuqarolariga qartil deganda bo'ldi hozir, chunki dalmish savdo urushi boshlandi degandan boshlab butun Jungo fuqarolari 1 milliard 400 million xalqning hammasi desangiz bo'ldi, hammasi prezident Trampning siyosatini qo'llayapti. Dal siyosatni qo'llayapti. Jungo Amerika savdo urushi boshlanish arifasida Jungo echib etish dardisini qo'yib etishga badi. Mavzuli xabar. 6. ayning 29. kun Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Taraqqiyot komiteti savdo ministerligi 28. kuni 2018 yillik chet el mablag' bozorga kirish va boshqarish tadbirlari bo'yicha va'da berib, pul muomala, sanoat, energiya manbalari, yezi egilik qatorliq 22 soha bo'yicha tadrijiy Jungoning
bozorini ochib etishni e'lon qildi. Jungo Taraqqiyot Komitetining mas'uli mundaq ko'rsatdi. O'zgartirilgan jadvallar umumiy prinsip zo'r kuch bilan ishni tashqariga ochib etish va nuqtaliq sohalarni ochib etishni ilgari surish. Pul muomala kasbi sohasini ochib etish bu qatam chet el kapital bozoriga kirishning muhim nuqtasidir. Bu qatam chet el kapitalining Jungoda bozoriga kirishning muhim nuqtasidir. Başsal mujmal bo'lib qoldi. Cümleden bank sahasida chet el mablag'lari cheklama qo'yishni bekor qilish, chet el mablag'i pay chek nisbati 51% ko'tarish. Başta bir so'z degan tuqimish to'g'rida. Masalan, pul muomala sahasiga kirganda pay chekka ega bo'lishning nisbatini 51% ko'tarish. 2021-yilga borganda pul muomala sahasi chet el mablag'i qo'yilgan barliq cheklamalarni bekor qilish. Ya'ni 2 yildan keyin barliq cheklamalarni chet ellik kapitalın bormi kelar Jungoga. Qaysi sohalarga kapital salasan mana marhamat. Qanday do'stim? Chet el moliya guruhi g'alaba qildimi do'stim? Undaqda chet el moliya guruhi Jungoning iqtisodiga yoki pul muomala sohasiga kirib keldi degan gap nimadan darak berdi do'stim? Bu siz uchun, Tibet uchun yaxshi ishmidi yoki nima ishdir? Onu keyin ko'ramiz. Sanoat sohasini asosiy jihatdan ochib etish, yangi energiya manbalik chet el mablag'i pay cheklamasini qo'yib etish, biroq kuzatuvchilar bundaq hisoblaydi. Jungo pul muomala sohasi mashina yasash kasb jihatlarda cheklamani qo'yib etganlik hargizmi Washington bilan Beijing o'rtasidagi savdo va texnika jihatlarda mojarolarni bevosita hal qilganlik emas. Amerika, Germaniya hamda Jungoning boshqa savdo sheriklari Jungoning ishni texnik ochib etishiga haydakchilik qiladi. Bu jadvalning o'rtaga chiqarilgan paytida Beijing, Washington bilan o'rtada bo'layotgan savdo so'rkilishning texmi o'rlab ketishidan saqlanishni maqsad qiladigan bir paytdir. Jungo saqlanay debdi-da. Ishni ochib etib saqlanay debdi Jungo. Əlaqə təslim buluş doğrusu ki bizden işke formülümüz isinladı mı? Öyle durup təslim buluş, yükünüp oturup təslim buluş. İşki xili şəkil. Təslim buluşdan işki xili şəkil. Lakin bu cədvəl Prezident Trump hükümetini xatırcam qılamdı yox. Hazırca bu enik emas. Amerikanın sabiq muavin savdo vəkili Wendy Katli mundaq dedi. Jungoliklar Amerika Jungodan erişmekçi bolgan narsalardan qaymoqib qoldi. Demak, Amerikaliklar Jungodan bir narsaga erişmekçi, lekin u narsaning nima ekanligini hozir Jungoliklar bilmayotdi demdi demak Katli. Jungoliklar bilmayotdi, shun qaymoqib qoldi demakchi bu. Sadaqanda.